Hali yangi narsa olsa maqtana oladigan bolalar bo'ladi bilasan. Original deb ola oldimga kelib turib, soating necha pul deydi. Men 200 ming so'm yo'qman prosta. O'zi undan ham qara telefondan qarayman har doim san. Meniki mana $300 ekan. Podarka qilish $300 original ekan. Nima bo'pti u $300? 10 minut oldinga jildirib olaman, sendan 10 minut oldin soat 3 o'lganini bilaman. Qalay, Elon Muskda ham yo'q unaqasi. Men ham qo'limga devorga taqiladigan soat taqib olmaganman. Yo'q, qum soat emas qo'limdagi. Oddiy soat. Ikkomiz ham bir xil vaqt ko'rsatdi. Yo'q, mana yangi ustosh olsa so'rasin deb turib, hali o'zi aytmasdan mana qilaveradi yangi ustosh. Yo'q, mana to'g'rilab bu yoq. Hali ko'chada yursa, qanaqa qilib yursa, odamlar qo'tirib bor ekan, mana bolani beradi deb o'ylamasin deb so'raysiz. Ha, yangi oldingmi siz? Yangi oldim, ha. Narxini maqtanmay qo'yar, 700 mingga oldim deb. O'quv markazida ham gap. Sen o'quv markazida o'quving ingliz tilida. Men ham mana o'quv markazida o'qiyapman, bizniki qimmatda. Bizda ham 3 oyda o'rgatadi, lekin qimmat. Men hujrada o'qiyapman. Meniki ham o'quv markazida, prosta arzonroq edi.